Shunaqa chiroyli yigitga ko'chada avtobus kutib o'tirish yarashmaydi, yaxshi yigit. O'tiring, undan ko'ra Kia Sportage'imda sizni bir aylantirib kelaman. Sevgan qizimni kutib turibman. Boring yuringizdan qolmang. O'z kelsa yomon qiladi. Ha, o'zingiz bilasiz. Shuncha ham kutib turadimi odam? Mani kechir, bo'sanga. Mayli, ketamizmi? Ko'p kutirmadimmi? Поэтов есть миллион историй, есть миллиon поэтов. Assalomu alaykum. Menga sotuv menejerini chaqiring. Shirin, bu yerda nima qilyapsan? Yo, ish so'rab kelding. Eshitdim, yangilangan Sportage'dagi Vlad Avtositida 48 oylik рассрочка ochilibdi. Ha, рассрочкasi 60 oygacha. Unda menga rasmiylashtirib bering, hozir xo'jayinimga telefon qilaman, pulini tashlab berishadi. Mana bu mashinani hujjatlari. Mana shu yerga imzo qo'ysang, qaniki bo'ladi. Dilmurod, men рассрочкаga emas, men naqdga olaman. Unda Vlad Avtositi tomonidan 31 million so'm chegirmaga tushirib beraman. Shirin, bu darajaga qanday erishding? Qiz bolani omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Rasmiylashtirib bering, olib ketaman.